Assalomu alaykum. Maşallah mana ziyoratchilarimiz Qur'on zavodiga kelishdi. Inshaalloh Robbil alamin mushaf bu yerdan Alloh taoloning kalomini inshaalloh olamiz. Qiynalmayapsizmi bu? Ha? Qur'on zavodiga keldik inshaalloh Robbil alamin. Marhamat, yuring boji. Ziyoratchilarimiz. Şahsen siz battıkları. Hojilarimiz inshaalloh. بله این کسانی هستند که چشمش کور است اینا معیبان خیلی چی دستشو خفته میخونند. Mana bu ki Qur'on yani ko'zi ojiz kishilar uchun, a'mo kishilar uchun mushaf va dars mehonat. Hamidin Qur'on. Hojona ko'zi a'mo kishilar uchun mana bu mushafimiz qarang. Ya'ni qo'llarini ushlab shu varaqlarni o'qishadi mana. Marhamat, yuraveramiz. Guruhdan qolmaylik. Ha, katta. Madina bosma mana shu yerda Qur'on shu yerda chop qilinadi. Ana hoji akalarimiz, hojonalarimiz. Ina ben hoji. Maşallah. Ona kavun almaya programa başladım. Her türlü olacak. Qur'on zavodi maşallah. Mana Qur'on chop bo'lyapti azizlar. bitti bitti hacı bitti bitti hacı don't stop this Maşallah. ابو ناصر فل ابوها ناصر يلا يا حجي حجي تس تس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله هنا جرينا في جبت مصر ما فيها شيء زين ها مصر ما فيها شيء زين فين نروح انا وياك ابو سلمان والله يبي لها روح ترى يتصور بعدين يترجمون الكلام اللي احنا نقوله Hojonalarimiz Qur'on olishyapti. ترى يدورون اي شيء Maşallah Madina bosma kichkina. Olayapman. Cho'ntak Qur'on. Ana yerda hojonalarimiz imkoniyati cheklangan hojonalarimiz Qur'on olishdilar. Alloh hammamizni bahramand qilsin. Они не зайдут, да? Alloh taolo aytadiki, "Qul huva lillazina amanu hudan va shifa." Albatta Qur'on iymon keltirgan kishilar uchun avvalom hidoyat va shifo bo'ladi. Qani. İstalik. Bunu ötürün yolu yapıyoruz.